Dasturimizga Samarqand viloyati Nurobod tumani Mehnatkash mahallasi aholisi vakillaridan murojaat kelib tushdi. Unda aytilishicha, ular istiqomat qiladigan tog'li xushmanzara qishloqda yangi turizm markazi bunyod etilishi rejalashtirilmoqda. Ushbu sayyohlik markaziga qishloqdan oqib o'tgan shu yerlik aholini to'liq suv bilan ta'minlaydigan buloqlar suvini quvurlar orqali tortish va undan foydalanish ham nazarda tutilgan ekan. Qishloq ahli ushbu loyiha amalga oshsa suvsiz qolib ketishidan xavotirda. Muammoga qanday yechim bor? Muxbirimiz ushbu murojaatni joyida o'rgandi, aholi vakillari va mutasaddilar bilan suhbatlashdi. Nurobod tumanidagi Mehnatkash qishlog'i tabiat va inson uyg'unligini saqlab qolgan noyob maskanlardan biri. Bu yerda havo sof, suvlar musaffo va tabiat haligacha o'zining asl qiyofasini yo'qotmagan. Har bahor bu qishloqqa kelgan mehmonlar nafaqat dam oladi, balki tabiatning tirik nafasini his qiladi. Qishloq hududidan oqib o'tadigan buloqlar esa nafaqat tabiiy manzara, butun ekotizimning hayot manbaidir. Biroq tuman hokimligi qishloqdagi chashma va buloq suvlaridan foydalanib, uni tarmoq orqali yaqin hududda qurilish kutilayotgan turizm markaziga yo'naltirishni rejalashtirgan. Uni aka bu yil yog'ingarchilik ko'p qadar berib turibdi, shu suv bor. Bo'lmasa bu yarimi ham qolmaydi. Qishloq aholisi esa bu buloq ular uchun asosiy ichimlik suv manbai ekanini aytishmoqda. Ota meros joyda bizlarga. Bizlardan qoladi bolalarga. Hozir suvdan 250 dan ziyod xonadan foydalanadi. Boshqa suv manbai yo'q. Agar mana shu suvda olib ketsa, hozir 40 kunda suv ichamiz. 40 kunda navbat keladi. Keyin 80 kunda keladi. Murojaatni o'rganish davomida hududga tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari yetib keldi va holatga quyidagicha izoh berdi. Ushbu dasturda jami 9,5 milliard mablag' ajratilgan. Bu o'sha yuqori hududimizdan zinapoya qurish, tungi yoritgichlar, yo'l infratuzilmasi, stolbalarni almashtirishimiz kerak hamda suv tarmog'i tortish rejalashtirilgan. Loyiha boshlanish qismida 3 ta variantda ishlangan. Ya'ni o'sha yuqori qismdan yer osti suvlaridan foydalanish, mahalladan kirib kelishdan tarmoq tortish hamda mana shu hozir ko'rib turgan mavjud buloq suvlaridan yuqoriga 2 kilometr tarmoq tortish rejalashtirilgandi. Hozir to'liq loyihamiz amalga oshadigan bo'lsa, 300 dan yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi. Turizm orqali ishsizlikni kamaytirish imkoniyati yaratilishi ijobiy albatta, biroq dasturni shakllantirishda aholi fikri qay darajada inobatga olingani savol ostida. Aholini fikri ham o'rganilgan. Asosiy narsa bu yerda yer qa'ridan foydalanish unitar korxonasi tomonidan ijobiy xulosa olinmagandan so'ng bu ikkinchi variant buloq variantiga to'xtalgan edi. Uni faqat suv masalasi haqida Mehnatkash mahallasi mas'ullari esa tuman hokimi o'rinbosarining bu fikrlarini rad etib, bu borada hokimlik hatto mahalla bilan ham maslahatlashmaganini bildirdi. Mana bir oy, 2 oy o'tgandan keyin kamayib qoladi suv. Mana shu buloqda suvi ham kamayadi. Manilardan bir tomchi ham kelmaydi. Xalqimiz shunga mana shu suv ketib qolmasin deb qarshi chiqyapti. Aholini mana shu bugungi kunda foydalanayotgan buloqqa teginilmaydi. Loyiha bo'yicha yer ostidagi suvlardan skvajina qazilib, tarmoq tortib, yuqoriga o'sha turizm qishlog'i tashkil qilinayotgan hududga infratuzilmani olib borishni rejalashtirganmiz. Motabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.